Hop, mana hozir bugungi kun davomida probalardan chiqarib 3 tonna eladik. Hozir buni ochinglar. Ipini oching. Hozir 3 tonna mahsulot, 3 tonna bug'doy, arpa aralashgan mahsulotdan filtrimiz ichiga qani chang aralashib nima yig'ilganini ko'ramiz hozir. Hop, o'sha 3 tonna mahsulotdan mana 3 tonna mahsulotdan qoplarimiz ichiga mana bunaqa changlar yig'ilibdi mana. O'ta mayin unlar mana. Qani har birida shunchadan bor. Xullas 3 tonnada shuncha yig'iladi. Bu degani bir 20 tonnada bir ochib, ozina bir 5 kilo yig'iladi. Shuni almashtirib turasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli, effektlari ham a'lo darajada mana. Bularda ko'rishingiz mumkin, juda ham mayin chiqarib berdi. Chunki biz drabilkani ancha ichlarini ham, motorlarni ham hamma joylarini signallarimizni o'zgartirib, klient yo'qadigan qilib berdik. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Izzat Lider jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mana yorma apparatlar, elaklarimizni ham qilib beramiz mana. Har xil fraksiyalarga bo'lib beramiz mana. Birinchi sort, ikkinchi sort, mana kroshkalar bilan. Qadrli kuzatuvchilar, mana Xitoy drabilkamizga siklon ustunovka qilib berdik, filtrlari bilan. Mana filtrlari ko'rishingiz mumkin. Filtrlari ham bor. Hozir buni ishlashini ko'ramiz. Chang umuman yo'q. Oldin o'zini qani mana o'zini radmoyi bo'lgan, mana bu effekt bermagan, zavodskoy effekt bermagan uchun biz o'zimiz qo'lbola qilib yasab berdik. Hech qayer chang yemayapti mana. Chang yo'q, mana yem. Kimga shunaqa xizmatlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Izzat Lider jamoasi har doim xizmatlaringda. Like'larni ayamaysizlar. Mana bu drabilkamizdan yem chiqadi, uni satrovka qilib oladigan elagimiz. Bu elagimiz ham soatiga 2 tonna ela beradi. Mana unlarni olib beradi, hokalari mana. Assortiment qilib